tajribasiga asosan uchrashuv o'tkazadi tadbirkorlar bilan banknot asosiy maqsadimiz prezidentimiz 302 son qaroriga asosan yuridik firmalarga oxirgi yilliklar qilgan firmalarga imtiyozli kreditlar berish evaziga yangi xizmatni yaratish. Bundan tashqari prezidentimiz 60-61 sonli yoshlar institutda yangi bitirayotgan talabalarga ham imtiyozli kreditlar berish, bunga foiz stavkasi 18% dan bo'ladi. 1 yilga 100 milliongacha zalogsiz 1 milliardgacha yengillashtirilgan garov evaziga 18% dan 7 yilga yoshlarga kredit ajratamiz. Prezidentimiz 302 son qaroriga asosan oxirgi kreditga adolat qilgan firmalarga 100 milliongacha o'sha zalogsiz, sug'urtasiz hech qanday zalog qo'ymaydi. Aylanma mablag' uchun ham beramiz. Aylanma mablag'iga 1,5 yilga bo'ladi. 3 oy imtiyozlar bo'ladi. Agar asosiy vositalar sotilsa, jihozlasa